Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilamiz, maylimi? 1 minutga. 1 va 3 dekabr qanday kunlar? Bilmadim. 8 va 10 dekabr kunlarichi? Konstitutsiya kuni. 10 dekabr esa madhiyamiz qabul qilingan kun. Javoblar uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sizni bezovta qilaman 1 minutga, maylimi? Hop. 1 va 3 dekabr qanday kunlar? 1 va 3 dekabrlar? Javob yo'q. 8 va 10 dekabr kunlarichi? Konstitutsiya kuni bo'lishi kerak. 10 dekabr Yo'q. madhiyamiz qabul qilingan kun. 1 dekabr OITSga qarshi kurashish kuni, 3-si esa nogironlar kuni sifatida kelinadi. Rahmat. Jajji ishtirokchilarimizdan ham so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum qizlar. To'xting. 1 va 3 dekabr qanday kun? Yaxshi. 8 va 10 dekabr kunlarichi? Bilasizmi? Yo'q. Konstitutsiyamiz va madhiyamiz qabul qilingan kunlar. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Uzr, sizni bezovta qilamiz 1 minutga. Savolim bor. 1 va 3 dekabr qanday kun? 1 va 3 dekabr esimga kelyapti, lekin aytolmayapman. 8 va 10 dekabr kunlarichi? 8 konstitutsiya. To'g'ri. To'g'rimi? 10 dekabr 10 dekabr. To'g'risi bilmayman. madhiyamiz qabul qilingan bo'ldi. kun. Ha, madhiya. 1 dekabr OITSga qarshi kurashish kuni, 3 dekabr nogironlar kuni. Uzr, mayli. Rahmat, sog' salomat bo'ling.